Turkiyada joylashgan Konya viloyati haqida eshitganmisiz? Konya Turkiyaning eng qadimiy va eng katta viloyatlaridan biri. Konya qadimdan shohlar mamlakati deb atalishining sababi ham bejiz emas. Aynan Saljuqiylar davrida Konya poytaxt bo'lgan va bu yerda sultonlar, amirlar, buyuk olimlar yashab ijod qilgan. Konya deyilganida albatta Hazrat Mavlono Jaloliddin Rumiy yodga tushadi. Uning falsafasi, muhabbat va bag'rikenglilikka asoslangan ta'limoti butun dunyoga mashhur. Har yili millionlab odamlar Mavlono maqbarasini ziyorat qilish uchun aynan Konyaga kelishadi. Bu joy nafaqat diniy, balki ruhiy xotirjamlik manbai hisoblanadi. Bugungi kunda Konya zamonaviy va tinch shahar. Keng ko'chalar, rivojlangan infratuzilma, universitetlar, sanoat zonalari va qishloq xo'jaligi bilan mashhur. Xo'sh, nega millionlab sayyohlar Konya shahriga kelishadi? Chunki bu yerda tarix, ma'naviyat va zamonaviy hayot birlashgan. Tinchlikni sevuvchilar, tarix ixlosmandlari va ruhiy xotirjamlik izlaganlar uchun Konya ideal maskan. Agar Konyaga kelsangiz, Mavlono muzeyi, Kapalaklar bog'i, Silla qadimiy qishlog'i, Konya panorama muzeyi kabi joylarni tavsiya qilamiz. Keyingi roliklarimizda esa Konya shahrida o'zbeklar uchun yashash, ishlash, o'qish imkoniyatlari haqida batafsil yoritamiz. Bizni yoqtirib qolishlik uchun emas, balki qo'llab-quvvatlash uchun albatta obuna bo'ling va like bosing. Chunki keyingi rolikimizda sizlarni Konyadagi mashhur Mavlono Jaloliddin Rumiy maqbarasiga olib boramiz.